Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Insof Invest. Bugun Binance birjasi tomonidan o'tkaziladigan public sale'lar orqali daromad topishni ko'rib chiqamiz. Public sale'lar Binance birjasi tomonidan oxirgi vaqtlarda juda ham ko'p o'tkazilmoqda. Oxirgi 3 oydagi bu 5-chi public sale adashmasam. Bundan oldingi 4 ta public sale'da BIT, Shell, BMT va BR tokenlari tarqatilgan va ushbu tokenlardan o'rtacha har bir akkaunt qanchadan daromad qilganini ko'rishingiz mumkin. Public sale o'zi qanaqa ko'rinishda o'tkaziladi? Bizga tokenni listing bo'lishidan oldin arzon narxda sotib olishga imkon beriladi. Aynan bugun bo'lib o'tgan Party tokeni sale'ida bizga 0.025 ya'ni 2,5 sentdan har bitta partiya tokenini sotib olish imkoni berildi. Va ushbu tokenlarni olish uchun bizni Binance Wallet hamyonimizda BNB tokenlari hold qilingan bo'lishi kerak. Maksimum har bitta akkauntga 3 ta BNB tokenigacha bu hozirgi kurs bilan 1920-1930 dollarlar atrofida qatnashishi mumkin. Ya'ni bitta akkauntga qo'yilgan limit 3 BNB. Bizga nimalar kerak bo'ladi? Verifikatsiyadan o'tgan Binance akkaunti va Binance hamyoni alohida yaratilgan bo'lishi kerak. 3 tagacha BNB farqi yo'q. 0.01 BNB ham bo'ladi, lekin qanchalik ko'p BNB hold qiladigan bo'lsangiz, shunchalik ko'p sale'da token olishingiz mumkin. Risklar qanaqa degan savol paydo bo'lishi mumkin. Risklar deyarli yo'q. Bitta risk bo'lishi mumkin, bu BNB tokenni narxi tushishi, lekin 1 soat ichida o'tkaziladigan sale'da BNB tokeni u darajada ko'p yo'qotishlarga uchramaydi. Shu sababdan risklar juda ham kam, yo'q desak ham bo'ladi. Va risklarni maksimal kamaytirish yo'llari bor, buni ham ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, verifikatsiyadan o'tilgan Binance akkauntimizda BNB tokenini sotib olishimiz kerak bo'ladi. Agar siz BNB hold qiladigan bo'lsangiz, nur ustiga a'lo nur. BNB tokenlarni sotib olamiz maksimum 3 tagacha. Undan so'ng esa Binance aktivi degan sahifasiga o'tib, tepasida kошелек degan joy bor. O'sha kошелекка bosamiz. Keyin Получить tugmasiga bosamiz. Sariqda yonib turgan Вывод с birji Binance'ga bosib, BNB tokenlarini Binance Wallet hamyonimizga o'tkazamiz. BP20 tarmog'i orqali adreslarni o'zi hammasi tayyor yozilgan bo'ladi. Shunchaki qancha BNB o'tkazmoqchi bo'lganingizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Выводni bosib, Подтвердить tugmasi orqali tasdiqlab yuboramiz. 3 ta BNB tokenini o'tkazdim. Boya aytganimdek, qancha ko'p BNB bilan qatnashsak, shuncha yaxshi. Keyin esa Binance Walletda turgan holda Подробнее degan qismiga o'tamiz va Эксклюзивное TGE deb yozib qo'yilgan va ushbu joyda ko'rishimiz mumkin. TGE at Particle Network shunga bosamiz. Va ko'rishimiz mumkin, bu yerda depozit tugmasi chiqadi yoki plusga bosib BNB tokenlarni depozit qilamiz. Bizga o'zi 1 soat beriladi. Tepada vaqtni ko'rishingiz mumkin. 10 daqiqa qoldi va 1 soat ichida biz depozit qilib ulgurishimiz kerak. Tugashiga 10 daqiqa qoldi. Va 10 daqiqadan so'ng ushbu bo'limga qaytadigan bo'lsak, bizga taqdim etilgan tokenlarni ko'rishimiz mumkin. 458 ta token berilgan. Pastdagi narxiga hozircha e'tibor bermaylik. 756 dollar bu aldamchiroq narx. Chunki bu narxda hech kim sotishga ulgurmaydi. Claim qilamiz va claim qilingan tokenlarimiz Binance Wallet hamyonimizga kelib tushadi ozgina vaqtdan keyin. Ozgina qotishi ham mumkin, chunki juda ham bosim katta ushbu tarmoqqa, shu sababdan sabrli bo'lamiz. Claim qilganimizdan ozgina vaqt o'tib, bizning tokenlarimiz Binance Wallet hamyonimizga kelib tushdi. Birinchi bo'lib BNB tokenlarimiz ko'rishingiz mumkin, keyin esa Party tokeni va targovliya bo'limiga o'tib, Party tokenlarini USDT ga yoki BNB ga obmen qilishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, 458 ta token 167 dollar bo'ldi. 160 dollarlar atrofida tushadi, chunki hozir ko'pchilik almashtiryapti. Shu sababdan komissiya narxi yuqoriligi uchun. Bizda ikkita variant bor, yoki Binance Wallet hamyonini o'zida USDT yoki BNB ga obmen qilish yoki listingni kutish. Ko'rishingiz mumkin, 15 daqiqadan so'ng Party tokeni, ya'ni sale'dan 1 soat, 2 soatcha vaqt o'tib
Binance birjasida listing qilinadi. Listingda sotishimiz mumkin. Narx o'sish ehtimoli ham bor. Bu qarorni har kim o'zi qabul qiladi va juda ham tez ishlashimiz kerak. Tokenlar kelib tushgandan keyin agar obmen qilmoqchi bo'lsangiz, juda ham tez obmen qilishingiz kerak va Binance Wallet'da turgan BNB tokenlaringizni Binance asosiy akkauntingizga juda ham tez o'tkazib, uni USDT ga almashtirib qo'yishingiz kerak, chunki bundan so'ng hamma BNBlarni sotadi. Shu sababdan BNB narxi tushib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Juda ham ko'pga tushib ketmaydi. Agar tushib ketadigan bo'lsa ham, biz hozir ishlab topgan $160 uzog'i 10 yoki 15, uzog'i $20 yo'qotishimiz mumkin, lekin baribir har qanaqasiga foydaga kiramiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Bugungi video shunchaki tushuntirish bo'ldi. Keyingi publik seylarni esa kanalda qo'yib boramiz, tushuntirishlar beramiz. Bemalol kirib qatnashishingiz mumkin. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, like va podpiska orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz.